Assalomu alaykum. Mani ismim Ra'no, familiyam Mirzaqulova. Yoshim 54 da, yaqinda pensiyaga chiqdim. Bu kompaniyaga mani dugonam, sinfdoshim Aziza taklif qilgan. Hozirgi kunda u mani sponsorim hisoblanadi. Chunki biz birga yurardik, uchrashib turardik. Shunda namoz o'qiyotganimizda oyoqlarimdagi og'riqni sezgan. Shundan keyin menga taklif qildi. O'rtoq kelsang, zo'r narsa aytaman oyoqlaringga dedi. Bordim, uchrashdim. Keyin o'zidagi natijalarni ham ko'rdim. Shundan keyin shu mahsulotga qiziqib qoldim va olishga qaror qildim. Lekin bungacha bir 15 kun, 20 kun o'tdi. Shundan keyin qarasam, Azizada juda ham ko'p o'zgarishlar bo'lyapti. Kasalliklari ortda qolyapti. Juda ham ko'p больницаlarga borardi, doktorlarga uchrashardi. Qachon qarasa qayerdasan desam, doktordaman derdi. Semirib ketuvdi, ozib qoldi. Yuzlarida ham ajinlari ketgandek bo'ldi bizga va og'riqlar umuman yo'qligini aytdi. Shundan keyin men ham shu mahsulotni olib ichishga qaror qildim. Shunday qilib shu Belgir kompaniyasiga kelib qoldim. Bu yerga kelganimdan afsuslanmayman, juda ham xursandman, chunki juda ham ko'p do'stlar orttirdim, ustozlar orttirdim. O'zi o'qituvchi bo'lishimga qaramasdan, masalan, oliygohda o'qimasdan turib ham ustozlik qiladigan ustozlar borligiga ishonch hosil qildim. Ulardan ham ko'p natijalar oldim. Xo'p, bu mahsulotni ichishingizdan oldin sizni bo'layotgan muammolar necha yildan beri sizni bezovta qilardi? Endi oyog'im og'riganiga shu 3-4 yil bo'lib qolgan edi. Keyin menda Klimax ham boshlangandi 47 yoshimdan beri. Shundan qiynalardim. Boshim juda ham ko'p og'rirdi. Men endi o'qituvchi bo'lganimga bo'lsa kerak deb o'ylab yurardim. Juda ham ko'p kupen tabletkasini ichardim. Oshqozonim rosa bezovta qilar edi. O't tufagim qayrilgan, egilgan deganda diagnoz qo'yishgan edi. Kimlargadir murojaat qilganmisiz? Ha, doktorlarga borganman. Ulardan tabletkalar olib ichganman, ukollar, osma ukollar olganman. Lekin ozgina muddat o'tgandan keyin yana o'sha og'riqlar paydo bo'lardi. Og'riq oyog'imda kuchli edi, boshimda. O'sha nima yesam ham o't tufagimda. Hozir Allohga shukr, oyog'imda bemalol namozlarimni o'qiyapman, ishga borib kelaman, charchamayman. Bosh og'rig'im umuman yo'q. Tabletkalar umuman ichmay qo'ydim. O't tufagimda ham yaxshi. Ovqat qilish, hazm qilishim ham yaxshilandi. Qabziyatdan qiynalardim. Qabziyatdan lekin oldindan bolalikdan bo'lib kelar edi. Hech ham davosi yo'q deb o'ylardim. Allohga shukr. Mana shu mahsulotni ichganimdan beri qabziyatim ham ancha yengillashdi. Bundan juda xursandman. Xo'p, mahsulotni ichdingiz, ichayotgan paytingizda qaysi mahsulotni qanday dozada ichdingiz va sizda necha oyda natija bo'ldi? Xo'p, rahmat. Demak, men mahsulotni 30-avgustdan boshlab iste'mol qila boshladim. 1 oy ichdim, menda sal o'zgarish bo'lmadi. Keyin davom etaver ichishni, bir xillarga ertaroq, bir xilga kechroq ta'sir qiladi dedi shu sponsorim Aziza. Birinchi ichganimda bitta donadan ertalab koralloviy kalsiydan boshlaganman 10 kun. Keyin undan keyin ertalab va kechqurun. Ertalab 7 da ichardim, kechqurun 7 da ichardim. Shuna qilib 10 kundan o'tgandan keyin 11-kunda koenzimni qo'shdim va natija menda 2,5 oyda bilindi. 2,5 oy ichida menda o'zgarishlar bo'ldi. Shu 2,5 oy ichida mahsulotimizdan necha pachkasini ichib tugatdingiz? Hozir ichyapman. Bu mahsulot 6 oyga mo'ljallangan bo'lganligi sababli menda mana endi 3 oy bo'ldi ichayotganimda. Sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr 4-oy ketyapti. Hali uni tugatganim yo'q. Tugatganimdan keyin yana olib ichmoqchiman va o'zim yaqinlarimga ham aytganman. Singlim Laylo mendagi o'zgarishlarni ko'rib, u ham olishga qaror qildi va hozirgi kunda u mana shu mahsulotdan ichyapti. Unga 1 haftada ta'sir qildi. Menga 2,5 oyda bo'lsa, unga 1 haftada o'zi ta'sir qildi. Nima natija oldingiz ulardan? Kimdan? Singizda? Ha, singlimdami? Singlim avariya bo'lgan edi-da.
boshi og'rirdi, uni ham yelkasi lat yegan edi. O'sha yelkada bitta nuqta har doim og'rirdi. Bunga 4 yilmi 5 yil bo'lgan edi. O'shani уже bir haftada o'sha og'rig'im qoldi. Ramata haqiqatdan ham zo'r ekan deb u ham tan berdi-da. Unda bir haftada, menda 2,5 oyda berdi. Endi hozir ukamga ham tavsiya qildim, uni ham rosa ko'p oyoq og'riydi. Chunki yurib ishi yuradiganda axrana ishlaydi. Men ham olaman deb hozir qaror qildim. Mahsulotdan hozir qanday ahvolatingiz? 100% tuzaldingizmi? Endi hozir 100% demasam ham, lekin 90% tuzaldim-da. Chunki o'zimni kasallarimga qarab, o'zimga baho beradigan bo'lsam, ancha yaxshiman, charchamayman. Oldin charchab qolardim, ishdan kelib darrov pas yotardim, o'sha kupen ichar edim, oyog'im og'riyapti deb bir narsalar qilardim-da, har tarom bog'lardim, hali mas turardim. Hozir unaqalar yo'q, unga vaqtim ham ketmaydi. Kelaman, ovqatimni qilaman, yana darsimni qilaman, bolalarim bilan shug'ullanaman, navaralar bilan charchash yo'q. Shundan natija olganimga rosa xursandman. Minnatdorchilik va xayrlashuv. Endi minnatdorchilikka avvalambor mana shu kompaniyaga taklif qilgan aziza sinfdoshim, o'rtog'im, dugonam, yaqinim, mahalladoshim va hozirgi kunda sponsorim, unga katta minnatdorchilik bildiraman mana shunga taklif qilgani uchun. Undan keyin Nigora Tajiboyeva ustoz keldilar Nasiba opa bilan. Ularni har bitta gapi men uchun birinchi bizga kelganda rosa xursand bo'lganman. Hech qachon orqaga yo'l yo'q. Mana shu yaxshi bo'lib ketasiz. Bundan xavotir olmang deb aytgan so'zlari, ularning gaplari, gapirishlari rosa yoqqan, tushuntirishlari birdaniga shuni tushunganman. Ularga minnatdorchilik bildiraman. Juda ham kumirim deb hisoblayman shu Nigora ustozni. Undan keyin katta ustozimiz bor, Nargiza Usmonova. Nargiza Usmonovadan juda ham katta minnatdorchilik bildiraman. Har bitta harakatimizni inobatga oladilar. Xatolarimizni to'g'rilaydilar, to'g'ri yo'lga boshlaydilar. Har bitta aytgan so'zlari bir oltinga tengda ularni erinmasdan tushuntiradilar. Prezentatsiyalarga masalan biz chaqirsak keladilar. Kuzatuvlarga chaqiramiz, keladilar. Qayerda bo'lsalar ham yetib keladilar. Ulardan juda ham ko'p narsa oldik, bilimlar oldik, bilmagan narsalarimizni o'rgandik. Bizdan yosh bo'lishlariga qaramay, bilimlari kuchli. Ularga minnatdorchilik bildiraman va mana shu kompaniyaga a'zo bo'lishga, mana shu mahsulotlardan olib o'zimizni sog'lig'imizni tiklashga hammani chaqirib qolaman. Ular uchun hammaga rahmat aytaman va sizlar bilan xayrlashish oldidan shuni aytmoqchimanki, bunga 100% kafolat berib aytishimiz mumkinki, bu juda ham qimmatbaho va juda ham hammaga kerakli mahsulot deb o'ylayman. Ikkalasidan ham biz natija oldik. Bundan keyin ham buni to'xtatmaymiz. Chunki bu nimani biz mahsulotni yaxshi ko'rib qoldik. Oilamiz bilan hammaga rahmat. Mana shuni mahsulotni ishlab chiqqanlar, Yaponiyadagi mana shu ishlab chiqargan har bitta xodimiga rahmat aytmoqchiman. Kompaniyamizni prezidenti Nikolayev Nikolayevichga, ularning rafiqalari va bizdan katta nimalarda o'tirgan yuqori kengash a'zolariga, Yorqinoy Omonovaga, Rahmonberdi Rahmonov, hammasiga minnatdorchilik bildiraman va ularning orqasidan yurishga harakat qilamiz. Ishlashdan to'xtamaymiz.